Assalomu alaykum hammaga. Bugungi videomizda kristal emas, balki bizning bir kichkina ochib qo'ygan magazinimiz bor, opam bilan dadamki. Shuni sizlarga obzor qilib berajaqman. Bu yerda kadilar bor ekan, 3000 so'm klassi mazali chaqma urib berar ekan. Keyin gullar bor. Kattalar 40000 so'm, 15000, 20000 bola olar ekan. Sezonga hozir gullar ham osanlar. Keyin kapak bor, 80000 so'm, 25 kilo. Bu yoqda magazin o'zini ko'rsataman, dadam sizlarga o'zi tanishtiradi narxlari, onlarning baholari, deydi sifati. Mana Saravon boshqalar. Dada o'zingiz tanishtirang narxlari bilan, o'zi bilan. Saravon 50 kiloligi 230 ming so'm, 25 kiloligi 115 ming so'm. Ama gurlarnikida yaxshi chiqib turibdi, 220 ming so'm buni 50 kiloligi. Mana boshqa Qozog'istonning birinchi sort uni. Bu Qozog'istonning o'zida tayyorlangan. Bu yerda buğdayına tayyorlangan emas. Buna Qozog'istonning Jeleyev degan yeridan yeni degan uni keldi menakay. Bu bugun tushdi hali bu. Bunun oqligi dim kuchli bu. Somsachilarga dim oqun kerak deganlarga dim ketadi bu. Mana sovetskiy birdagi o'zlarimizning mijozlar olib yurgan un bu. Buni biladi, buni 290 ming so'm. Mana shu Jeleyevga deganning 10 kiloligi, buna kichkinaroq olaman deganlarga dim udobli. Oppoq un 85 ming so'm. 10 kilosi. Ana shu yerda kelaverasizlar. Bu yoqda Arenter, Urganch yo'l svetofor, bu yoqdan shaffof metan, bu yoq 4 kilo ketirish. Shu yerda kelaverasizlar. Men atimdan kelsanglar skit ketib berib qo'yadi dedim.